Shuna holat 1-2 kun takrorlangandan keyin kelganda mana bunga zag'lish kirib ketgan. Natijada nima bo'lgan? Mana bu qaynab oxiri shunaqa bosimga bardosh bo'lmaganda boyler yorilgan. Hali ham portlab ketmaganda choklardan suv sharillab oqib yotibdi. Demak, shu paytgacha ko'p holatlarda bo'ldi, qo'lbola titan, ya'ni issiq suvga qo'yardik-a. Nima muammo bo'lardi eslasanglar. Suv qaynab ketardi yoki garelkamizda o'chib yonadigan emas, oddiy yonib yotaverardi. Natijada nima bo'ladi? Yonidagi xonada sanuzel bo'lsa, bachog'i erib oqib qo'yganlari bor. Unitazni chashagini bachoqlari qiyshayib qo'yganlari bor mexanizmi. Yoki shunaqa holatlar bo'lgan. Biz bir obyektda ishlab yuribmiz, qo'shni yugurib kelibdi boshqa bir joyda. Mana hovlimdagi sovuq suvdan par chiqib yotibdi, issiq suv deyapti. Shu daraja bo'lar ekan. Issiq suv qaynasa, obratkaga qaraydi, ketadi-da, shunaqa. Agar sovuq suvda ishlatib bo'lsa, uni ham eritib ketadi. Borib qo'shnini hovlisidagi suvdan chiqyapti. Faraz qilyapsizmi? Ko'chaga, trassaga chiqib, aylanib, qo'shnisida jo'mragini ochsa, o'shandan par chiqib turibdi. Shu daraja kuchli bosim bilan orqaga ketyapti. Endi buni oldini olish maqsadida bizda nima bo'ldi? Obratni klapan qo'yish shakllandi. Endi bu yechim emas. Obratni klapan qo'y degani bu juda xavfli degan endi. Endi qaytayotgan suvni biz oldini to'sib qo'ydikmi? Buni iste'moli kam bo'ladigan bo'lsa, issiq suvni, u bora-bora nima bo'ladi? O'sha boylerni yo u joyini yoradi, yo ulangan amerikankalar yorilib ketadi yoki boyler yorilib portlab ketishi ham mumkin. Bunaqa holatlar ham bo'lgan. Endi obratni klapan demak yechilmas ekan. Undan keyin yana nimadir qo'yish kerak ekan. Demak bizga xavfsizlik klapan, ya'ni biz uni klapan dedi, bu 6 bar, 7 bar, 8 barlik qo'yiladi. O'zi zavodskoyda ko'pchiligida 7 barlik keladi. Bu tizim bo'lish kerak. Klapan qo'yildimi, himoya klapani ham bo'lish kerak bizda. Endi undan keyingisi kengayish bak, rashidli bak. Issiq suvga, katta bosimga chidamli bo'lish uchun maxsus kengayuvchi bak bo'ladi. Bularni qo'yishdan maqsad nima? Bizda suv qaynaganda sal kengayadi bu. Ana o'sha birinchi kengaganni rashidli bak oladi o'ziga. Buni ham to'g'ri bosimni to'g'ri tanlash kerak, ichidagi havoni. 3-4 bar hisobida qo'yiladi. Isitish tizimida boshqacha qo'yiladi. Sovuq suvda yana boshqa bar qo'yiladi. Endi bundan o'tganini mabodo yana qaynab ketib, yana kengayadigan bo'lsa, bu endi bizga ishga tushadi. Vzruniy klapan. Ya'ni xavfsizlik klapani bu o'sha ortiqcha bosimni to'kib turadi. Endi yana bitta kichkina siri, mabodo markaziy tizimda sovuq suv baland bo'ladigan bo'lsa, biz boshiga reduktor ham qo'yishimiz kerak. Sovuq suvga reduktor qo'yish kerak. Ko'chadan kelgan sovuq suvimiz 4-5 bar bo'lsa, ichiga kirgandan keyin bir pasda ham ishlab ketadi. Shuning uchun buni ham biz reduktorni ham hisobini olishimiz. Bu ayrim joylarda, ya'ni ayrim mahallalarda, o'sha suv markaziga yaqin joylarda, ya'ni bosim ko'proq bo'ladi. Shu joylarda ishlatiladi. Endi ayrim ko'sinli boylerlarda suv to'kish joyi bo'lmaydi, sliv. Shu joyga endi yo'l yo'laga buni qo'ysak bo'ladi. Bu endi ikkinchi darajali. Qaysidir boylerda bu talab qilinmaydi, qaysidirda qo'ysangiz qulay bo'ladi. Demak, boylerga ulangan joyda endi mana bu joyda kran qo'yish umuman taqiqlanadi. Agar biz kran qo'yadigan bo'lsak, bilmasdan servis kelib yoki uy egasi nimadir mana bu kranni yopib qo'yadigan bo'lsa, mana bu tizim ishlamaydi bizda. Biz battar endi buni xavfli narsaga aylantiramiz. Qaynab portlashga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu narsa obratni klapan qo'yildimi, bularning oralig'ida umuman kran bo'lish kerak emas. Ko'pchilik vzruniy tagida mana bu xavfsizlik klapan tagida kran qo'yadi. Ha desa yechib almashtiraman deb. Mumkin emas. Chunki mana bu qaynaganda, bosim ortganda bundan ozgina suv tushib turadi. Bu vazifasini bajaryaptiki, suv tushadi. Himoya qilganda. Endi tushunmagan mijoz klient nima qiladi? Kranni yopib qo'yadigan bo'lsa, mana bu narsamiz ish bermaydi. Yana bu xavfli bo'lib qoladi. Shuning uchun kran umuman mumkin emas bu joyga. Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, men almashtirganimda kran kerak bo'ladi deb. Siz alishtirayotganda sovuq suvni kirishini o'chiradigan bo'lsangiz, ozgina suvni bosimini chiqaradigan bo'lsangiz, issiq suvni, jo'mrakni ochib, simisingizni ochib, bu o'zidan o'zi kamayadi bosim, 0 ga tushib qoladi. 0 dagi bardagi suvni endi siz buni bemalol yechib alashtirish imkoni bo'ladi. Sababi bu yoqdan havo kirmaguncha bundan suv chiqmaydi bosim bilan. O'rniga o'rin tez buni qo'yish imkoni bo'ladi. Endi hayotiy tajriba bo'lgan narsa, men ko'p ayrim hamkasblarning orasida ham maslahatga yoki qaysidir tortishlarga borib qo'yganmiz. Shu Toshkentda shunaqa holat bo'ldi. 6 oy deganda bitta boyler muammoga uchradi, yorildi. Hali ham portlab ketmagan. Yonlari sochilib, choklar uzilib, ya'ni svarkasidan ketib suv ketgan. Natija nima bo'lgan? Sotuvchi keldi, servis keldi, magazin keldi, usta keldi, prorablar kelgan, uy egasi turibdi, bir 7-8 kishi turibmiz shu joyda. Mana bu holatda servis keldida, bo'ldi, men garantiya bermayman bunga dedi. Holat qana bo'lgan? Xuddi obratni klapan qo'yilgan, vzruniy klapanlar qo'yilgan, hammasi joy-joyida zo'r. Lekin sovuq suvni kirish hisobi reduktorga qo'yilmagan, ya'ni hisobga olinmagan. Natijada ozginadan keyin mana bu qaynab ketaverganda, ayniqsa kechki payt, uncha-muncha odam suv ishlatmaydi-yu, bosim oshib ketaveradi. Salga mana bu vzruniydan suv tushib turavergan. Uy egasi shikoyat qilgan, ustaga kelgan, bir marta kelgan, u yoq bu yoqni to'g'rilagan yoki u ertalab kelsa, unaqa holat bo'lmaydi. Chunki ertalab hamma suv ishlatadi, napori kamayadi. Ko'chadagi bosim kechqurun oshib ketadi, soat 11-12 dan keyin. Shuna holat 1-2 kun takrorlangandan keyin kelganda mana bunga zag'lish kirib ketgan. Natijada nima bo'lgan? Mana bu qaynab oxiri shunaqa bosimga bardosh bo'lmaganda boyler yorilgan.
Hali ham portlab ketmaganda choklardan suv sharillab oqib yotibdi. Hali ayrim holatda amerikanliklar slabiy bo'lsa, shu joyda otib yuboradi. Endi u joyda choklardan yorilib suv oqib yotibdi. Haligi joyda uy egasi aytibdi, kim to'laydi endi buni deyapti. Sotuvchi, magazinchi, servis o'zidan soqit qilib ketdi, chunki dalil isboti bilan turibdi. Ustaga yollanuvdi, qani nima qilasan desa, usta ham endi ish boshlagan yangi shogirdiga men imkoniyatim yo'q dedi. 700-800 dollarga boyler olib bera olmayman dedi. Natijada nima qiladi? Uni so'ka olmasdan boshqa qiladi. Uy egasi boshqatdan yana boshqa boyler oldi, boshqa ish haqi to'ladi. Yo'q joydan bir salkam 1000 dollarga tushdi. Shuning uchun biz aytamiz, doimiy ravishda ilm olishimiz kerak, ustozdan o'rganishimiz kerak va hayotiy tajribalarda bizga mana saboq bo'ladi. Mana hozir aytyapsiz-ku, bu narsa demak tajriba ortgan. Kimdir hali endi bu sohaga kirib kelayotgan bo'lsa, u tushunmasligi mumkin. Va shuni ham guvohi bo'lyapmiz, zbrosni, ya'ni xavfsizlik tizimini tepaga qo'yayotganlar ham bor. Issiq suvni chiqishiga mumkin emas, asosan sovuq suvni kirishida bo'lish kerak. Yoki rashidil bakni ham resirkulyatsiyaga yoki tepalarga qo'yib qo'yishadi. Mumkin emas. Aynan asosan demak sovuq suvni kirish qismida. Bu meni sxemam emas yoki meni o'ylaganim emas. Butun dunyo bo'yicha standart degan narsa bor, sinf bo'yicha. Mana yo'l harakat qoidalari ham hamma joyda qizil ko'k bir xil amal qiladimi? Hamma viloyatga borsangiz ham xuddi shunaqa biz standartga, tizmaga biz amal qilishimiz kerak.